bir haftadan beri mazam yo'q. Ko'nglim aynayapti. Oy, boshim og'riyapti, boshim aylanyapti. Nima bo'ldi ekan menga? Klimaks boshlandimi ekan? Qattan bilaman nima bo'lganini. Doktorga borsammikin? Voy. Detski plashatki. Men yoshligimda ko'rmagan mana bunaqa joylarni. Ha. Kacheli. Bizi paytda yoshligimda axlatxonamda bo'lmaganda bunaqa narsalar. Bosh aylanib, halovating bo'lmay, nima qilish kerak? Nima? Test qilish kerak? Yaxshi. Mafiyalar bor ekan, mafiya o'ynayotganmiz aka. Nima endi bu? Ruscha yozilgan ekan, tushunmayman. Ne qorong. Achkida ekanman. Bu nima qorong'i deyman. Men qo'rqqan narsa bo'lmasin-da. Yo'q. Balki shunday bo'lsa-chi? Mayli, yoshim o'tib ketyapti. Tug'ib olaman. Yaxshi. Yoqaringda romantichki surprizim. Alo, Golichka, Polichka. Bugun kechqurun kutaman. 12-xonadami? Yo, ujin qilmang, ujinda tayyor. Bo'pti? Xo'p. Voy! Ikkita poloska? Yo'q. Men yana qilib ko'raman. Yana qilib ko'raman. Tak, endi shaqam yoqish kerak. Resepsiyonga telefon qilib